Nima qo'shim? Har doim mana shunaqa ikki xil chiqarkin, a? Ferzapa. Siz qosh bo'yash texnikasidan umuman noto'g'ri foydalangansiz. Hozir men sizga tez va oson bo'ladigan usulni ko'rsatib beraman. Qosh bu yuzning ramkasi. Uni buzish oson, lekin to'g'ri qilish bilim talab qiladi. Men Feruza Kamilovna bugun sizlar bilan qoshga shakl berish va to'g'ri bo'yash texnikasi haqida gaplashamiz. Gubkadan foydalanishdan oldin u har safar yuvilgan bo'lishi shart. Chunki nam gubka tonalkani yaxshi yotqizib berishga sabab bo'ladi. Ko'pchilikning xatosi yuzga surilgan pudra va tonalkalarni qosh ustidan tozalamasdan turib, qoshga fiksator ishlatishlarida bo'ladi. Bu esa qoshni oqartirib qo'yadi. Shuning uchun oldin toza shotka yordamida qoshni pudralardan tozalab olamiz. Keyin esa fiksatordan foydalanamiz. Fiksatorimiz to'liq qotgandan keyin fen yoki pomadkalar yordamida qoshni bo'yaymiz. Qosh bo'yash oldi qismlardan emas, aksincha qoshning tugash qismidan boshlab bo'yaladi. Oldi qismlari esa eng so'ngida yengil harakat bilan amalga oshiriladi. Bu texnika bilan bo'yalgan qosh tabiiy va chiroyli ko'rinadi. Aksariyat ayollarimizda qoshga noto'g'ri rang tanlash holatlari kuzatiladi. Qoshga rang soch rangi va ko'z qorachig'i rangidan kelib chiqib tanlanadi. Yuqorida berilgan tavsiyalar asosida bo'yalgan qoshni ko'rishingiz mumkin. Chiroy chuqur san'at, qosh esa uning eng birinchi ko'rinishidir. To'g'ri texnika, to'g'ri shakl. Vizajistning qo'lida qosh eng kuchli aksent. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi sahifasidagi videolarimizni kuzatib boring. Vizajistlik sohasidagi professional texnikalarni birgalikda o'rganamiz.